Assalomu alaykum, g'alaba muborak. Aziz do'stlar, 34 yillik orzu amalga oshdi. Hojiboy Tojiboyev rahmatli bir paytlar aytgan edi. O'zbekiston terma jamoasi hech bo'lmaganda o'sha jahon chempionatiga chiqib, bittadan marojniy, ya'ni muzqaymoq yeb kelsa ham mayli degan hazilomuz gaplari bor edi. Lekin bu gap amalga oshdi va nafaqat endi muzqaymoq yeb keladi, balki jahon chempionatida o'ynaydi hamda o'zini qaysidir ma'noda O'zbekiston terma jamoasini, ya'ni O'zbekistonni bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, o'sha joyda ham o'z o'yin uslubini ko'rsatadi degan umiddamiz. Aziz do'stlar, barchangizni tabriklayman ushbu o'yin bilan. Ushbu o'yinda, ya'ni Birlashgan Arab Amirligi bilan kechgan o'yinda katta jonbozlik ko'rsatgan birinchi raqamli biz uchun darvozabon desak ham bo'ladi, O'tkir Yusupovni o'yinini. Chunki ushbu o'yinda ko'rdingiz nechta golni, ya'ni O'zbekiston terma jamoasiga qarshi yo'naltirilgan, ya'ni Birlashgan Arab Amirligi tomonidan yo'naltirilgan to'plarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi va jarohat olishiga qaramasdan oxirigacha shu 98 daqiqa maydonda turib bildi. Aziz do'stlar, yana bir bora tabriklayman. Kommentariyada ham o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Albatta mana o'sha jahon chempionatiga chiqadigan vaqtlarida ham ko'rar ekanmiz. 34 yillik orzu, bu kam vaqt emas. 34 yil, ya'ni bitta insonni 34 ga kirishi va ushbu o'yinda albatta qaysidir ma'noda ko'pchilik yig'iladi ham, chunki ushbu jahon chempionatiga chiqish orzu bo'lib qoladi degan edi ko'pchilik. Va bundan tashqari Eron ham chiqqan, Yaponiya va bir qancha o'sha davlatlar o'sha Osiyodan jahon chempionatiga chiqishdi. Va bizga albatta qaysidir ma'noda o'sha terma jamoamizni shakllantirishda yordam bergan va terma jamoani shu darajagacha olib kelgan, tarixda ilk bor o'sha Olimpiadaga olib chiqqan va jahon chempionatiga olib chiqqan Timur Kapazzeni alohida tashakkur aytish kerak va Timur Kapazziga qaysidir ma'noda tashakkur aytish kerak. Chunki ushbu inson Olimpiadaga ham olib chiqdi, tarixda ilk bor va jahon chempionatiga ham mana olib chiqdi. Xo'sh, bizda yana bitta o'yin bor, ya'ni Qatar bilan o'yin 10-iyun kuni bo'lib o'tadi, ya'ni Toshkentda, o'sha milliy stadionda. Xo'sh, ushbu o'yin albatta bizga qaysidir ma'noda ta'sir qilmaydi, ya'ni qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar biz o'zi belgilab bo'ldik, ya'ni mundialga o'z chiptamizni aniq qilib qo'ydik. Aziz do'stlar, to'g'risi hozir xursandchiligimdan va kayfiyatim yaxshiligidan gaplarimni ham yo'qotib qo'yapman. Yana bir bora sizlarni ham, o'zimni ham tabriklayman. Jahon chempionatiga yo'l muborak bo'lsin va jahon chempionatida ham ajab emaski, yuqori o'rinlarga, ya'ni hech bo'lmaganda chorak finallarga chiqib oladigan bo'lsak. Chunki yoshlarimizni, o'zingiz o'yinchilarimizni ko'ryapsiz. Nasib balki chorak finalda ham, balki finalda ham ko'ramiz. Bu nima deydi? Har bitta albatta orzuga ayb yo'q deydi. Nasib finalda ham ko'radigan bo'lsak, ya'ni jahon chempionati finalida ham ko'radigan bo'lsak, bundan ortiq qaysidir ma'noda futbol muxlislari uchun baxt yo'q deb o'ylayman. Aziz do'stlar, kanalimizda qoling, kommentda o'z izohlaringizni yozib qoldirib, komment ochib qo'yaman, hech qanaqa cheklov yo'q. Tabriklab, qanaqadir she'rlaringiz bo'ladigan bo'lsa ham yozing bemalol. Telegram kanalimiz bor, Telegram kanaliga o'tib fikr almashishingiz mumkin do'stlar. Sog' bo'linglar, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar do'stlar.